Assalomu alaykum, hurmatli youtuberlar, salomatmisizlar? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi kunda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Qarshilarda Bodo dubl kabina 2025-26 model hisoblanadi. Sifati juda ham yuqori darajada qilib ishlangan. Xudo xolisa mana shu mahsulotimizni qisqacha sizlar bilan video obzorlarni taqdim qilib qolamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Xudo xolisa chiroyli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, eng avvalo tanishtirishda tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Ko'rishlari mumkin ranglari, ishlatilgan detallari eng sifatli mahsulotlardan foydalangan holatda ishlab chiqarilgan. Ushbu materiallarimizda asosiy o'zgarishlar eng avvalo duga qismi va tepadagi ko'rishlar mumkin projektor qismlari boshqacha dizayndagi ishlatilgan detallardan foydalanilgan. Eng asosiy yorituvchi chiroqlari ham ko'rishlari mumkin. Mana yaqindan ko'rsataman. LED lupali qilib ishlangan. Tepa va pastki qoshlari yonadi. Pavorotniklari ham o'ziga xos juda ham chiroyli qilib ishlatilgan. Ablisovkalari plastik qismdan tashkil topgan hisoblanadi. Undan tashqari ko'rishlari mumkin hurmatli kuzatuvchilarimiz, amortizatsiyalari, balonlari 500 ga 12. Undan tashqari hurmatli kuzatuvchilarimiz, tepalarida maxsus rishotkalari bor. Bemalol kichkina yuklarni ham tepaga qo'yib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari ortqa port qismlarini ko'rishlari mumkin. Umumiy uzunlik 1.30 ga 1.30 qilib ishlangan. Bemalol 500 kg yukda yuklab ketsanglar bo'laveradi. Orqa balonlarni ham ko'rishlari mumkin. Asosiy o'qga mahkamlangan 512 ga, lekin buni ham balonlari juda ham sifatli bo'lib chiqadi. Sayvan kompaniyasini balonlarini men aytib o'tmoqchimanki, ishlatadigan insonlar juda yaxshi bilishadi. Xuddi o'sha sifatga ega bo'lgan, sifati juda ham yuqori bo'lgan mana shu brend bo'ladi. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyinchalik agar motor bilan balonlarni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar ham tavsiya berib qolaman. Mana shu simli balonlardan foydalansanglar bo'ladi. Ichki bort qismlariga Gammax materiallari ishlatilgan va tashqi tomonlarini orqa qismlarida ham mana shu materiallardan foydalanilgan. Undan tashqari ko'rishlari mumkin maxsus kameralar bilan jihozlangan, ya'ni orqa tomonida salon qismida o'tirsangiz, bemalol tablo orqali ko'rib, yo'lda aniq orientirofkasini olsangiz bo'ladi. Portlari ham to'g'rilar tomonga ochiladi. Undan tashqari hurmatli kuzatuvchilarimiz, asosiy ma'lumotlardan motor qismlari 1800 vatli original motorlardan foydalanilgan. Akkumulyatorlar hozir bunda yo'q, lekin qo'yiladigan akkumulyatorlari 72 volt 58 amperli 2025-2026 yangi akkumulyator o'rnatib berilgan holatda mijozimizni qo'llariga topshiramiz. Endi salonni bitta ko'rsatib o'taman. Eng avvalo orqa salonni bitta ko'rsatib o'taman. Ko'rishlari mumkin hurmatli kuzatuvchilar. Eshikni ochib, mana ichki salonlari xuddi shu holatda bo'ladi. Bemalol orqaga ham 2 kishi o'tirib ketsa bo'ladi. Oraliq masofasi ham juda ham keng qilib ishlangan. Bemalol o'tirg'izdirib, bolalarni bog'chaga deymizmi, maktabgami, har qanaqangi joylarga, yosh katta otaxonlarni ham solib, bemalol olib ketilsa bo'ladigan model hisoblanadi. Asosiy haydovchi salon qismiga o'tadigan bo'lsak, mashina rolli bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, salonni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, demak, 05 ga qo'yib oldim. Boshqaruv paneli shaybali bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana D, neytral va zadniy xot bo'ladi. Zadniy xot topgan, mana neytralga qo'yib beraman. Tablolari xuddi shu holatda bo'ladi. Mana shu yerda kamerasi bor. Ya'ni orqa tomonda bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi. Umuman olganda juda ham keng hisoblanadi. Oyna qismlarida xuddi shu holatda bo'ladi. Tagida o'zini yoruvchi maxsus chiroqlargacha bor. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, undan tashqari sidinalarga keladigan bo'lsak, mana sidina ranglari ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bemalol bu yerga 2 kishi, bu yerga 2 kishi, demak 4 kishi. Umumiy hisobda salonda ichki qismi uchun 500 kg, orqa qismi uchun 500 kg. Umumiy hisobda 1 tonna yukda bemalol ortib ketadigan model hisoblanadi. Ushbu modelimizni sotib olmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi telefon raqamlarimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Eng asosiysi narxi $1600. Qishki narxlarda, chegirmali narxlarda ulgurib qolinglar. Sonlari juda ham chegaralangan. Xudo xolisa chiroyli narxlarda baraka qilib olib ketsanglar bo'ladi. Ha, aytgancha, eng asosiysi tormoz sistemalari bo'yicha ham biroz ma'lumot berib o'tay. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu materiallarimizda buni ham ko'rsatib o'taman. Mana tormoz sistemalari maxsus shayba tormozli qilib ishlangan, ya'ni oldi va orqa baravar to'xtaydi. Bu sizga yana ham aniqroq, yana ham tormoz sistemasi baravar holatda, ya'ni aytganingizdek to'xtashini ta'minlab beradi. Bundan tashqari asosiy o'zgarishlar resor qismini maxsus prujinali resorga o'zgartirilgan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mahsulotimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yishni va do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Tez orada yana bir mahsulotimizni keyingi videolarda taqdim qilib qolamiz.